Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada Sıdıka Cirozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa, 2022 yıl 3. ayının 23. günü hürmetli vatandaş. Vaziyettin eytidigan bolsak biz şundaq dep bakaylı. 3. ayının 14. günü Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan İtaliyada Rim'de Jungo'nun diplomati yanjeci bilan suhbat o'tkazdi. 3. ayının 16. günü Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Joe Biden Prezident Vladimir Putin urush jinoyatchisi dedi. 3. ayının 17. günü Rusya Federasyası'nın Tashqi ishlar ministri Lavrov Beijing'e başlagan seferide aeroplanı Sibirya osmonida keyniga burab Moskvaga qaytdi. 3. ayının 18. günü Washington vaqtidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Joe Biden Jungo'ning raisi Xi Jinping bilan ekran telefon suhbati o'tkazdi. Bugun endi qaraymizki tunigan shu kuni yoki 18. günü shu kunidan boshlab bugun 25-22 kunigacha Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Siyasi Kengaşning boshlig'i Wang Yang Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni, ya'ni o'zi tayinlagan, o'zi avatgan gubernator Mashinroy hukmronligidagi Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni Jungo'ning navbatdagi mustamlikasi Uyg'uristonda xizmatlarni ko'zdan kechirdi, tekshirish olib bordi. Biz bu xalqaro uchrashuv, xalqaro ko'rishish, xalqaro suhbat davlatlar o'rtasidagi munosabatda nima masalalar muhokama qildi deb savol qo'yishdan avval mushu vaqt ichiga o'rlashtirilgan harakatlarga qarab. 3. ayının 14. günü boshlandi Rimda suhbat. 3. ayının 18. günü 22. kunigacha Jungo rahbarlaridan birisi Wang Yang Xinjiang'da, yani mustamlik Uyg'uristonda xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Biz bugun shuning munosabatli holda leksiyalarni sizlarga topshirib, ondan oxirida vaziyat va muhokamani boshlaymiz, hurmatli vatandoshlar. Bugün hava soğuk. Gördüğünüz havanın alpazını. Bugünkü mavzu şunda, hürmetli vatandaş. Amerika kishilik huquqi xiloflik qilishga qatnashgan, diniy e'tiqod erkinligini bostirishga qatnashgan Jungo amaldorlariga viza cheklamasi qo'ydiganligini e'lon qildi. Mavzuli xabar 3. ayının 22. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika hukumati haftaning 1. günü dushanba Jungoda oz sonliq millatlarni va diniy e'tiqod guruhlarini bostirishga qatnashgan Jungo amaldorlariga viza cheklamasi qo'ydiganligini e'lon qildi. O'tgan hafta Amerika Adliya Ministerligi 5 nafar kishining ustidan, ya'ni Jungoliq kishining ustidan aybnoma e'lon qilib, ularning Jungo hukumatiga vakil bo'lib, Amerikada yashayotgan Jungoliq siyosiy faoliyatchilarni parokanda qilganligini va ularni yoshirib ularni yoshirin kuzatib yurganligini ayblagan edi. Qisqasi 5 nafar Jungoning jasusi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken bayonotida mundaq ko'rsatdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi asonlik millatlarni va diniy e'tiqod erkinligini bostirayotgan Jungo amaldorlarga harakat qo'llanadiganligini e'lon qildi. Bugungi harakat diniy e'tiqod va ruhiy tarbiyalanguvchilar, asonlik millatlar, g'ayri-siyosiy faoliyatchilar, kishilik huquq qo'g'dug'uchilar, muxbirlar, emgak tashkilotlari, fuqarolar jamiyati tashkilotchilari hamda Jungoning boshqa rayonlarda tinch yo'l bilan namoyish qilayotganlarga qaratilgan siyosatlar va harakat qo'llangan Kompartiya bilan Jungo Kompartiyasi bilan til biriktirgan va mas'ul bo'lgan Jungo amaldorlarga viza cheklimasi qo'ydiganligini e'lon qildi. Bayonotda Jungoda Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf ichki ishlarimizga qo'pollik bilan aralashdi. Buningga Jungo hukumati qat'iy qarshi turdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonotida mundaq ko'rsatildi. Davlat Mahkamasida ko'rsatilgan Jungo amaldorlari ko'p taraflarga chetiladi. Viza cheklimasiga uchraydigan Jungo amaldorlari kimlar? Lekin bu to'g'rida bayonotda bir nima deyilmadi. Davlat Mahkamasi viza cheklimasiga uchraydigan amaldorlarning Jungo amaldorlarining tizimligini turg'izdimi yo'q? Bu to'g'rida bir narsa demadi. Bu to'g'ridan bir narsa degili bo'lmaydi. Amerika asonlik millatlar guruhini Jungo amaldorlarining parokanda qilishini, ularga popoza qilishini, ularni nazorat qilishini, ularni bog'lab ketishlarini jumladan chet ellarda bexatarlikka izlangan va kishilarni bexatarlikka izlangan kishilarni shundoq parokanda qilishlarini rad qildi va rad qiladi. Hamda bu ojiz guruhlarga vakil bo'lib sada qaytirayotgan Amerika grajdanlarini Jungo amaldorlarining parokanda qilishlarini rad qiladi deyildi bayonotda. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo hukumatining Xinjiangga, mustamlika Uyg'uristonda ham davomlashtirayotgan irq yo'qotish va insoniyatga qarshi siyosatlarni to'xtatishni, jinoyat sodir qilish siyosatlarini to'xtatishni chaqiriq qildi. Tibetda yo'l qo'yayotgan bostirish siyosatini, Hong Kongda negizlik erkinlikni bostirishni to'xtatishni chaqiriq qildi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bayonotda mundaq ko'rsatdi. Biz xalqaro jamiyat bilan birlikda zo'ravonlikni surishta qilish, kishilik huquqni dafsanda qilgan Jungo amaldorlarining mas'uliyatini surishta qilishni bu harakatlar qayerda yuz bergan bo'lsa, Jungoda yoki Amerikada yoki dunyoning har qaysi joylarida yuz bergan bo'lsa, shu yerda surishta qilishni davomlashtiramiz deb ko'rsatdi bayonotda. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotida va Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken shunday ko'rsatdi bayonotda.